Hech o'ylab ko'rganmisiz? Qulayliklarsiz, internetsiz va oddiy hayotdan uzoq bo'lgan tabiat qo'ynida 2 kun yashash qanday bo'lishini. Biz ham bu narsaga boshida jiddiy qaramagandik. Shu sabab bugun biz o'zimizni sinab ko'rish uchun Nefritga, kempingga keldik. Oldimizda sovuq tunlar, oddiy ovqat, charchoq va tabiat bilan yuzma-yuz qolish bor. Bu dam olishmi yoki haqiqiy sinov? Videoning oxirida bilib olamiz. Agar siz ham bunday sarguzashtlarni yoqtirsangiz, keling, buni birga boshdan kechiramiz. Telefonda gapirmayman va 2 hours later. Mana hozir Tepar qishlog'iga yetib keldik. Endi mana bunaqa momashinasi nima edi? Nomi nima edi? Istanadan tushdik. Endi UAZlarga o'tirib yo'lda davom etamiz. UAZ omading-ku. Mana hozir Tepar qishlog'idan sal ham narsalarni mashinaga tashib, yana 1 soatlik yo'l bor yetib borgunimiz uchun Nefritga. Nefritga yetib bormasimizdan oldin mana bu yerdagi atmosferani ko'rib oringlar. Hali uncha bu yerda sovuq emas. Ancha hali minusga tushmadi, lekin tepada bundan ham sovuq bo'ladi. Qolganini videoda ko'raverib. Motor bormi? Bor. Mana hozir Tepardan Takkayonga yetganimizda ostin yetib boramiz deb o'ylaganimizda yo'l qulab tushibdi. Buni yo'lni ochib o'tamiz. Ancha yo'l ochdi. Shu yerda endi amalda o'tib olsak, yo'q, ketib boramiz. Dahshat. Qiynalib ketdim to'g'risi. Mikrofon turibdi. Mashina tiyapti mana bu yerda 3 ta skorsi bo'lsa, mana shunaqasini uryapti. Bo'ldi. Lapatka qaysi mashinada? Bunda hammasi mashina. Bolalar shunga qarash olsa, shu bola. Yuriymish. Меня рюкзак назад тянет меня. Почему не может? Sevgi muhabbat bilan kayf qil. Olmay falan. Endi yetib keldik, narsalarni tushirish kerak. Wo? Oxiri yetib keldik. Nima edi nomi? Nefrit ko'liga. Cho'milish mumkin emas xolos. Bu ko'lmi o'sha? Suv qurib qolgan ekanda. Ana endi narsalarni tushiramiz. Bitta ko'rsatib, narsalar tushirayotganmiz. Tushirib bo'ldik to'g'rirog'i. Endi shu yerga nimadirdi, chodir yasash kerak. Mana shu atrofga. Keyin bu yoqqa aylanishni boshlaymiz qolganiga. Voy.
Hadi. Qishloq tinchlik, sokin, asablaringiz dam oladi. Mazza. Xullas, Nefrit ko'liga yetib keldik. Faqat o'ylaganimizdan sal kechroq. Chunki o'zingizlar ko'rdinglar, yo'lda yo'l ozgina sel kelganiga buzilib ketganiga to'xtab qoldik. Yetib keldik. Shunga kechroq yetib kelganimizga kontent ham kechib ketdi, tilim aylanib ketdi ana. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Mana ko'rganinglardek Nefritga keldik. Bitta biz o'zimiz kelganimiz yo'q, bu yerga tur bilan keldik. Ko'rganinglardek orqamizda 3 ta palatka turibdi. Odamlar ko'p kelar ekan, hattoki qishda ham. Hozir biz bu yerga nachovkaga kelgan bo'lsak, odamlar kelib ketishyapti aslovnoy. Bizdan Nefritni boshida kiraverishda xodimlar bor ekan. Xodimlar har vaqtda kelib xabar olib turishibdi. Ularga ham katta rahmat aytamiz. Va esdan chiqmaydigani, onam ertalab aytuvdilar. Men bergan kiyimlari hammasini kiyib olgin deb. Ya'ni onam aytgan, adam bu kiyimlarni berdi. Adam o'zlari shunaqa voyenniy ishlar bilan ko'proq shug'ullanadilar. Shuning uchun adam kiyimlarini kiyib olganman. Shapkani ham kiyganman onam. Prosta kelish kerak, dam olish kerak bo'ldi. Haqiqiy qish atmosferasi mana shu yerda his qilsanglar bo'ladi. Tog'larni chiroyliligini qaranglar. Xullas, kuzatib tursanglar, bugun birinchi kunimiz. Boya Abdulloh aytib o'tganidek, yo'lda sel kelganligi sababli kechikib ketdik. O'zi biz kelishimiz bilan birinchi palatkalar tez qurib olib, keyin ikkinchi ko'lga chiqib kelamiz dedik. Lekin afsuski, yo'lni ko'rdinglar o'zinglar. Shu sababli kechikib ketib, palatkalarni joylashtirib u bu qilgancha 3 soat vaqtimiz ketib qoldi. Bunga birinchi kunimizni mana shu yerda qolamiz dedik. Ertaga Xudo xohlasa ertalabdan Nefritni hamma ko'llariga chiqamiz. Hozir biz birinchi ko'lning yonida joylashganmiz. Ko'lni suvi qurib ketgan. Ya'ni bahorda ko'payib ketadi, qishga kelganda yo'q bo'lib ketar ekan. Tepadagi ko'llarda suvlari bor deyishyapti, ya'ni muzlab ham qolgan deyishyapti. Yaxshilab kuzatib tursanglar, Xudo xohlasa hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Prosta yozda kelish kerak degan narsani esdan chiqarish kerak ekan. Nimaga desanglar, yozda kelasizlar, odam mashitdan bo'ladi. O'zingizlar internetda ham ko'rgansizlar, yaxshi tomonini ham, yomon tomonini ham ko'rgansizlar. Yomon tomoni musorlar, u yoq bu yoq, lekin qishda kelsanglar hech kim yo'q. Xohlasanglar, bizda shunaqa narsalar guvohi bo'ldik, tog'larda kiyiklar yuribdi. Kiyiklar, hattoki bo'rilarning ovozini eshitdik. Endi bizga kelmaydi degan umiddamiz. Shuning uchun bizdan xodimlar tez-tez xabar olib turishdi. Ehtiyotkor bo'linglar deb. Kuzatinglar va mazza qilinglar. Hozir ko'lgacha yetib olamiz endi. Ketdi. Voy! Mazza bo'tdi. Voy! Voy, kameraga nimadir to'lib qoldi. Qushni qarasang-chi. Kunimiz hali ham davom etyapti va soat 5:30. Va biz hozir birinchi ko'l oldida turibmiz. Ma'lumot uchun bahorda bu suvi o'sha yerda turgan daraxtlargacha chiqadi. Ya'ni hozir biz bahordagi shu yerda turadigan bo'lsak, suv bizlarni ko'mib qo'yadi. Hozir shu birinchi ko'lning suvi qish bo'lganligi uchun ancha kamayib ketgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tadigan bo'lsak, bu ko'lning nomi Sassiq ko'l ekan. Ya'ni xalq orasida Sassiq ko'l degan nom bor ekan. Lekin aslida ko'l oldiga kelib qarasanglar, hech qanaqa sassiq hidi yo'q. Balkim kimdirlar axlat tashaganda shu hid chiqar. Begim uchun jonim fido.
Hop, bu ko'lni ko'pchilik muzlagan deb o'ylashi mumkin, lekin ko'l hali beri muzlamagan. Bunga sabab hali kun yetarli darajada muzlagani yo'q. Lekin odamlar aytishi bo'yicha, ya'ni shu yerdagi xalq aytishi bo'yicha, ikkinchi ko'l, ya'ni teparoqdagi ko'l muzlagan va buni ertangi bo'ladigan safarimizda, ya'ni ikkinchi kunda bilib olishimiz mumkin. Endi naryoqda chodirimizga qarab yo'l olamiz. Soatimiz hozir 12 dan 30 minut o'tdi. Biz shunchalik bu joyga kelib, ya'ni tur bilan kelganligimiz sababli yangi do'stlar orttirganimiz sabablimi bilmayman. İnsanlar bilan shunaqa chiqishib ketdimiz, bu yerdagi odamlar bilan, o'sha o'zimiz bilan birga kelgan odamlar bilan keldik, bir-birimiz bilan gaplashdik, ovqatlandik. Suhbat shunchalik qizishib ketganidan hatto video olish ham esimizdan chiqib ketibdi. Va hozirda hamma uxlayapti. Bu yerda shunaqa qonun qoidasi bor ekan o'zini. Ya'ni qish mavsumi bo'lganligi sababli albatta yozda unaqa emas. Aynan qishda va kuzda adashmasam har bitta palatkada 4 tadan odam yotadigan bo'lsa, galma-gal, ya'ni almashib tipa smenaga o'xshab turishar ekan. Masalan, 2 soat men uxlayman. 2 soatdan keyin boshqa sherigim uxlaydi meni o'rnimga. O'tin o'chib qolsa, u bo'ldi, shu sovqatib qotib qolishimiz mumkin. Shu sababli almashib uxlaydigan bo'lamiz va ko'rayotganinglardek bu videoni ham o'zim tugatyapman. O'zim esimga tushib qolganligi sababli shu videoni olib birinchi kunimizga yakun qo'ymoqchiman. Abdulloh og'aynim hozir uxlayapti. Yana 2 soatdan keyin men turaman. Men uxlayman, u turadi. Shunaqa bugungi kunimizga yakunni shu tariqa yasamoqchiman. Xudo xohlasa ertaga ertalab Nefrit o'zerasiga, ya'ni ikkinchi ko'lga yo'lga chiqamiz deb o'tiribmiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Hali yangiliklarimiz oldinda. Assalomu alaykum do'stlar. Mana ikkinchi kuni qorni qaranglar. Mana bitta pechka uchun o'tin qilamiz. Zo'r. Mana Chingizxon zo'r odam. Siz ham zo'r odamsiz. Mana Sivila narigi xonadan chiqyapti. Qorda tish yuvish mana. Savol menda, to'xtanglar. Tishingiz qotib qolmadimi? Mana. Hello, my friends. I brush my teeth. Farqi yo'q menga. Da, mana opachanglar sizlar bilan na связи. Tushini yuvib bo'ldi уже endi. Ovqat ana Ismoil aka. Ismoil aka ham turdilar. Bular o'z ismi nima edi? Ismi nima edi? Komil aka duoganmiz. Ularning ismi Sevila Sanjar aka duoganmiz. Uje yaqin bo'lib ketdik bular bilan. Rahmat akajon. Ukajon. Mana. Bo'ldimi? Ismoil aka, bir ikkita so'z. Hammaga assalomu alaykum. Mana hozir Nefrit ko'llarida shunaqangi bir qalin qor yog'yaptiki, menga yetadi bu. 3 oy davomida qor yog'masa ham roziman va asha qorda maza qildik. Endi hozir zavtrikka harakat. Zo'r do'stlar. Rahmat hammaga. Kimga anxona kerak bo'lsa boringlar. Banana. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night. Nimadir kuyaptimi? Ma kuyvonman. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, oh,
qo'l bola uslubda tayyorlab berishdi. Gap yo'q, shahardagi uncha qimmat hot-dogdan ham zo'r hozir buni qadri. Chunki umuman bunaqa sharoitda tayyorlanganlar bu narsa hozir eng qimmatlisi bo'ladi, lekin haqiqatda zo'r chiqdi. Endi mazza qilib avtorga qilib olish kerak. Ash qiz qilib berdi, gap yo'q, ash qiz. Nima deydi, katta bo'lsa xuddi ochish. Kamera xuddi. Bugun biz nefritni ikkinchi ko'rikka chiqishimiz kerak edi, lekin inspektorlar aytishi bo'yicha birinchidan ko'p yog'ganligi, Tizzamizgacha qor yog'di deb. ikkinchidan keyin qor ko'chishi ozgina bo'lganligi uchun chiqolmayni ham bo'lib qoldik. Mana o'tirimiz isinib, choy ichib, shpovnikli choy damladik. Shpovnikli choy, mana yogurtli ichib, shokoladli yeb. O'tirimiz isinib, narsalarni уже yig'dik. Endi Oasis mashinasi kelishini kutyapmiz. Pastda uvazni kutib o'tirgandan ko'ra shutga chiqay dedim. Mana shutga. Ish pastdan hozir amallab chiqib keldim. Endi bu ham bitta nima deydi? Eksperiment deydimi? Tajriba xullas bu ham bitta. Toqqa chiqib ko'rdim o'zimcha, qorda. Qanaqadir video olgani qiziqarliroq bo'lsin deb. Shotlardan chiqib keldim. O'tlardan o'tib. Voy. Просто kontentga emas. Mazza qilishga ham. Men yetib keldim lekin chiqishdan ko'ra tushish yo'qsin. Hali beri tushish niyatim yo'q edi. Lekin chaqirib qolishdi. Tushish kerak. Xullas hozir tepaga chiqib keldim. Tepaga chiqib keldim. Keyin sirpanib qiynaldim. Hozir pastga tushib kelsam, mana buni qarang. Mana bunaqa narsa bor ekanda. Xullas shuni kech ko'rinmanda. Ishim 2 barobarga osharmidi? Mayli. Hozir xullas bu tekshiramiz. Tekshirib bo'ldi, mana bu joylarni hamma yoqni. Musorlarni yig'ishtirib. Ana endi sekin qaytamiz keyin. Xullas endi qaytamiz sekin. Chunki kecha meniki mashina chiqib kelgan bo'lsa, bugun chiqib kela olmadi. Qor yog'ganligi uchun shu yerdan endi peshkom ketamiz. Xullas shunaqa. Endi mashinagacha, uvozgacha yetib olishimiz kerak. Da. Feeling the pressure. I'm not feeling the pressure, no. You cannot put pressure on me. No chance. Please don't call me arrogant because what I'm saying is true. Shu bilan 2 kunlik nefritga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu videoni o'sha kunning o'zida tugata olmadik, chunki haqiqatan ham charchagandik. Bu sayohat biz uchun bir yangilik, tajriba bo'ldi, chunki birinchi marta chiqib ko'rishimiz edi. Hamma narsa ham bizni xohlaganchalik, bizni istaganchalik bo'lavermaydi. Ikkinchi ko'lga chiqamiz deb niyat qilganimizda afsuski chiqa olmadik. Sababini videoda bilib o'tdinglar. Gapni cho'zib o'tirmayman. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, hammalarga rahmat. Albatta bu videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.